rus tiliga o'z hissasini qo'shgan turkiy tillar. Karandash to'g'ridan to'g'ri tarjimasi qora tosh degani. Qadimgi turkiy xalqlar grafit bilan yozishgan va bu so'z rus tiliga abadiy kirgan. Bazar ya'ni bozor. Tushuntirish ham shart emas, bir xil yangraydi. Ruslar shunchaki olishgan va o'zgartirishmagan. Kazna. Kazna so'zi xazina so'zidan kelib chiqqan. O'zbek tilida hali ham xazina deyiladi. Rus tilida esa davlat so'ziga aylangan. Dengi. Dengi tanga degani. Qozog'istonning valyutasi va rus so'zi dengi bu turkiy ildizdan chiqqan so'zlar. Ular qarindosh hisoblanadi. Bogatir. Bu esa eng qiziqarli so'z. Rus ertaklarining qahramoni Bogatir aslida turkiy bahadur so'zidan kelgan. Bahadur jasur mard degani. Hatto Bahodir ismimiz ham shu ildizdan. Turkiy xalqlar rus tiliga minglab so'z bergan. Biz bu tilning bir qismimiz va bu g'urur. Obuna bo'ling, oldinda yana ko'p qiziqarli narsalar bor.